Gостинitsada yotib qoldik Qozog'istonda. Короче, zavtrak yo'q. Qoron shunaqa ochib ketdi. Yo'limizdan chiqqan restoranga kiramiz dedik. Birinchi mana shu kafe chiqib qoldi, kirdi. Nima yeyamiz? Burada такой тхвотли пирожки, gumma, sosiskali bo'lishga. Men tovuq yetib oldim, hozir ko'ramiz. Abdurahmon akam osh. Ani bolaga olasan, och qoringiz animasi qoldi. Qorinni to'q qolmasa, hozir Astraxamga va shu 700 kilometr shunaqa ekan. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Biz uzoq yo'l yurdik. Tuni kun yurdik. Shu manzilga alhamdulillah yetib keldik. Duoda bo'linglar. Biz oldinda zo'r uzoq safar kutyapti va qiziqarli sarguzashtlarimiz endi boshlandi. Vatanimizni iloji boricha ko'proq ko'rsatdik. Endi bu yerga endi o'zga yurtlarga ko'rsatdik. Ukam shu Otabek qattiq yuribdi-kan-a? Aka Otabek ham lekin to'g'risi achilib ketomdan biratga borib. Mayli, o'zini yo'lini tanlagan yo'li. Mabodo yo'l po'lda agar qolib ketgidek bo'lsa shu bechora odam mana nimadir qilamiz olib ketmaymiz. Ya ovqatli berib ketamiz. Ovqatli berib ketamiz. O'ynayning. Biz Qozog'istonda safarimizni davom ettiryapmiz. Oldinda biz yana 500 kilometr Rossiyagacha. To'xtash yo'q inshaalloh. Otabek aka, haligi nas ne dogonyat degan qo'shiq bo'lardi. Siz yaxshi odamsiz. Ketdi. Bize Qozog'istonda marketlariga ish qo'zib qoldi. Ancha zo'r ekan. Yebichalar ayniqsa ko'rsatgan namozxonalari bor ekan, borish. Hozir biz nishtyak degan joyga, nishtyak emas, nishtyak deymiz. Assalomu alaykum mana. Akamiz bilan qayerdan birga kelyapmiz? Akamiz Qoraqalpog'istondan xudo xolasa. Siz Rostovga kelyapsizmi? Rostovga biz Astraxanga hozir ozginadan keyin yo'llarimiz ayrib bo'ladi. Postdan keyin to'g'rimi? Chegaradan xudo xolasa. Aka Alloh rozi bo'lsin. Qanchalik sog' bo'lsin, yo'lga ketyapmiz. Eng qizig'i biz gaylar to'xtatgandan keyin, "O, blogersmi?" dedi. Ha, mana 3 mashinasi. O, aqjo'l ketaveramiz dedi. Okalar, qaranglar, biz hozir Qozog'iston chegarasidan o'tib oldik, alhamdulillah. Lekin bitta narsaga odam to'g'risi g'alati bo'ldim. Men bu furachi okalarga Alloh sabr bersin, qaranglar. Biz yana ancha yurib qo'ydik. Haligacha o'chirib tugamayapti, ko'rasan. Taxminan 4 kilometr yurdik. 4 kilometr. Yana bu yo'lga 5-6 kilometr bor. Oho, okalar, shu furachilarning ishini qiyinligini mana o'sha hozirdan his qildim. Qaranglar, qancha bulachi ancha uxlolmaydi hamda. Chunki ora-orada yarim soat 10 minutda yurib turish kerak ekanda. Hozir bittasi yo'lda uxlab qolgan ekan. Orqasidan furachi kelib, uni uyg'otib, yur deb, ashtaqa bir-biriga ishoralar berib, ashtaqa qiyinchiliklari bor ekan. Biz xudo xolasa Astraxanga qarab ketyapmiz. Где-то shahar ichiga bir 50 kilometrcha qoldi. Qo'y. Alloh sabr bersin ekan. Shaharda ko'rganda yo'llarini siqmaylar, yo'liga tushmaylar, iltimos, bular mana shunaqa qiynalib kelayotgan bo'ladi. Furachi okalarni hurmat qilishimiz kerak okalar. Xo'da ofismi yo bir narsa bu? O'zidan o'zi unaqa uzun qilinmagan bu. Bu tariga. Yo'q, marshrutka ekan. Okalar. 109-marshut ekan, 89. Biz qayerdan o'tamiz? Hozir Pantonni mostdan o'tamiz. Juda opasniy, ehtiyot bo'linglar.
Azizlar, spasibo, krasivaya девушка, пожалуйста. Biz Rus yurtining Yablochkova ko'chasida Xudo xolasa inshaalloh Dog'istonga qarab yo'l olyapmiz. Checheniyaga. Bu bola qayerdan kelib qoldi? Ibrohimjon, Xudo xolasa qo'shiladigan qo'shiladigan samimizga. Ha, inshaalloh biz endi astagina hozir aytdi bir halol ovqat topib, bir biqin qilib, shu bilan undan keyin qarabsizki, tezroq Gruziyaga ketmasa, internet enasini ko'ryapti bu yerda. Faqat meni tushunarlikdan hayron qoldirdi. Shu Rossiya boru SSSR davrida qanday bo'lsa, hali ham o'shanda ekan. Mayli. Bularga ham omad, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin, rivojlanishimiz yana ham olg'a yuraversin. Xudo xolisa tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. O'zbek va Rossiya do'stligi abadiy bo'lsin. Надо толкать его сюда. Я понимаю, что толкать. Он не толкается. Да. Кстати, он автомастер. Да. Сейчас скажет. Ахалай, махалай. Она. Бывает такие дела. Вообще мощный выписка. Мощно, да, закрыто? Это не мои машины. А! Это не ее машина? Моя в ремонте как раз, своя забираю. Все, Подарки. спасибо вам большое, пойду батарейку куплю. Батарейка там где? Да я вон здесь. Да, Я ana. должен. Biz buyuk ish qildik. Juda ham katta savobli ish qildik. Onaxonni ko'rsating, onaxonni. Kalblarni anaqasi puldan ochib berdik. Ibrohim, gapir endi, nimaga bir qo'lingga kamera olgin kelmayapti, ishlagin kelmayapti, qaragin kelmayapti. Sal o'zim kelaman. Internet enasini ko'ryapti. LTE paydo bo'ldi. Oho! Uztelekom telefonlardan foydalaning. Ha, mendan paydo bo'lsa. Qani? Mayli LTE paydo bo'lishdi. Instagram ochiladimi? Voy, akang kuchaydi. Ertalab turdik, gastinisamizda yegani bo'q ham yo'q. Astag'firullah. Center Clova halol. Chashli deb qo'ydi. Hali umrimda ertalab chashli yemaganman zot. Assalomu alaykum. Biz tojikistonlik qardoshlarimizni, qo'shnilarimizni oshxonalarga keldik. Ertalabdan hozir ko'zda ko'rdinglar. Eng qizig'i bor, Ibrohim lag'mo zakaz qildi, chesnoylari bilan. Bugun sal uzoqroq yurish kerak Ibrohimdan. Va men o'zimga manti bilan somsa zakaz qildim. Xudo xolasa bugun safarimiz Dog'istonga qarab duoda bo'linglar. O'sha o'tgan safar 1 millionta odam bo'lgan joyimda sakragandim Dog'istondagi Sulakskiy kanyondan. Endi o'sha yerdan kalla qo'ymoqchiman. Nima deysizlar? Birgalikda kuzatinglar. To Dog'istongacha bo'lgan yo'lda ham Xudo xolasa tomosha qilamiz. Men ham kalla otaman. Toshkentda hech bunaqa o'tirmaganmiz, bilasizmi? O'zbekistonni aylanib chiqdik-ku. Viz qilib. Mana shu sal tinchlik topdik mana. O'chadi. Bu yerda bizani it tanimaydi, it. Nimaga? Bitta tanimaydi. Hozir Rossiyada Astraxanda nechta odam to'xtatib Ya ko'rishdi. men bu yerda hech kim tanimaydi. Hamma o'zi bilan ana nimadirlar qilyapti ana. Kam? Mana shu yerga qo'yibdi milliy qutdan ham ekan. Wow. Okalar. Bilasan, O'zbekistonni Rafaellasi bu qurt bo'ladi. Lekin ham bu milliy qurt boshqacha qaranglar. Birlandga o'xshaydi okalar. Bekorga premium deb aytilmagan. Buni yeb ko'rsangiz, keyin premium nimaligini bilasiz. Yana bitta narsa. Ochig'i mana shu hadyani bizga kim berganini eslolmayapman. Lekin prosta Alloh rozi bo'lsin. ota-onasiga rahmat, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bugun hammasini shu yeb qo'ymaylik. Sal pal. Hech bo'lmasa bir Amerikagacha emas, Fransiyagacha yetib bordi. Bo'ldi. Bo'ldi uka, o'tir, ye, tugidi hozir. Sardor aka qanlayam? YouTube esa turmasan qilib, kesan gapira. Hop biza Maxachkalar keldi. Tako, Maxito achakvarani oldi. Qanaqa mahachkalar? Umuman boshqa joydan.
Qayerdamiz? Biz Hasab yurtdamiz. Hozir ham Qanchalarda? maxita o'chirib tashlab bo'lmagan maxita. Normalniy maxita bu gol maxita bilib qo'yiladi. Yo'limizda masalan Maxatkalarga umuman bormaymiz. Umuman bormaymiz. Hasab yurtga burilib ketamiz tomonga qarab. Hasab yurtdan Sulakskiy kanyonga boramiz. U yerdan o'tgan safar mana bunday qilib tashlagandim pastga. Endi vashshi boshqacha tashlamoqchiman. Ko'rasizlar. Xudo xolasa yomoni bo'ladi. Abdurahmon Fazilov xudo xolasa anchadan bir bunaqa adrenalin qilmagandi. Ertaga adrenalin bo'ladi.